Assalomu alaykum Angren ahli. Bugun Angren shahar 5-1B dahasidan shundoqqina 4 qavatli binoning 2 xonali kvartirani 4-qavatidagi 2 xonali kvartirani obzoriga kelganmiz. Ko'rib turibsiz, katta eshigimizdan shundoq kirganimizda bu yog'imizda taxtali eshigimiz va bundan keyin shkafimiz kutib oladi. Koridor qismimizda o'zini ko'rishingiz mumkin. Bu joyimiz moskovskiy proyekt bo'lgani uchun har bitta xonalarga yuvinish xonasi, hojatxonasi bo'ladimi, yotoqxona, balkon, hatto mana bu zalimizga ham alohida kiriladigan holatda koridorlarimiz ancha katta va bo'lmasa birinchi obzorimizni boshlaymiz. Shundoqqina kelganimizda hojatxonamiz chap tomonimizda ko'rib turibsiz. Hojatxonamiz ta'mirlari yaxshi holatda, devorlarimizga plastiklar urilgan va aristonlar qo'yib qo'yilgan. Bundan o'tganimizda esa yuvinish xonasi. Yuvinish xonasimizni ham ko'rishingiz mumkin. Yaxshi holatda bo'lib turibdi. Bu yog'imizda mana nima deydi? Suvlarimiz, suv, svet, gazdan bu joylarimizda umuman deyarli muammolarimiz yo'q ekan, uy egalarining aytishi bo'yicha. Bitovoy texnikalar qoladi, qolgan hamma mebellarni tashlab ketamiz deyishyapti uy egalari. Bundan o'tganimizda esa mana ko'rishingiz mumkin, bu yog'imizda yotoqxona joylashgan ekan. Yotoqxonamiz ham yaxshi holatda, ta'mirlari ajoyib, jidka bo'ylar shundoq tortib qo'yishgan, chiroyli bo'lib turibdi. Mebellarimiz ham bu yog'imizdagi mebellarimiz mana bularimiz ham tashlab ketiladigan bo'lyapti va bundan chiqadigan bo'lsak, endi chiqqanimizdan keyin balkon qismimiz, ya'ni oshxonadan keyin balkon, mana oshxona qismiga o'tamiz. Oshxonamizni ko'rishingiz mumkin. Yaxshi holatda, bu yog'imizda kafillar terilgan. Ozgina ishlov berib yuboradigan bo'lsak, yana ham chiroyli holatda bo'ladigan joyi. Mana shu mebellarimiz ham qoladi. Gazdan, svetdan muammolari yo'q, aytib o'tdim bu narsalar bo'yicha va endi ko'rishingiz mumkin balkon qismimiz. Balkon qismimiz 2/6 holatda, anchagina kenggina. Bu yoqda o'zida ham nima deydi? Kichkina mehmonlar keladigan bo'lsa, bemalol choy qo'yib, kutib olsangiz bo'ladigan holatda. Bu yog'imizda ovqatlarni qilib, bu yoqda mehmon kutsangiz ham bo'ladi. Ko'rib turibsiz, ancha yaxshi holatda. Balkon qismimiz ta'mirlari ham yaxshi. Xo'p, mana bu joyimizda esa tashqarida mana 4-qavat bo'lgani uchun bemalol qarab o'tirib kuzatsangiz bo'ladi. Endi zal qismimizga o'tamiz. Zal qismimizda bitta ko'rsatib o'taman. Zal qismini ham mana ko'rishingiz mumkin. Ta'mirlari yaxshi holatda. Aboylarimiz tortilgan. Bu uylarimizni 5-1B dagilarni hamma Angren shahridagilar biladi. Juda ham ajoyib holatda qilib turib qurilgan, proyektlarning o'ziga gap yo'q. Uylarda remontiga ham. Xo'p, hammaga qiziq bo'lgan joyi endi narxiga keladigan bo'lsak, bu uyimiz uchun uy egalari $28,500 deb narx so'rashyapti. Pastda telefon raqamlarini qoldiramiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'tib, telefon qilib, baraka qilsalaringiz bo'ladi. Sunnatiga 1-2 so'm o'tib beramiz degan joylari bor. Kimga 5-1B dan uy qidirib yurgan tanishlari bo'ladigan bo'lsa, ularga shundoq yuborib qo'yadigan bo'lsangiz, ularni nima deydi, uy tanlash uchun imkoniyatini bittaga ko'paytirgan bo'lasiz. Kanalimizga obuna bo'ling. Bunaqa videolarni o'tkazib bormaslik uchun like tugmasini ham bosib qo'ying.